Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb shu an kelding harakatga hicrat qilding tog' eshib İbn Abbas radıyallahu anhu mundaq deydi. Bir kuni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ulug'iga mingishib olgan edim. U: "Ey o'g'lim, men sana bir qancha kalima o'rgatib qo'yay. Allah'ni yad etib turgunki, Allah'mı seni yad etidi. Allah'ni hamisha yad etsang, Allah'ni ko'z oldingda topsan. Bir narsa so'ramoqchi bo'lsang, Alloh tili so'ragin. Yordam tilamoqchi bo'lsang, Alloh tili tilagin. Bilib qo'yginki, barliq kishilar sana foyda yetkazish uchun bir yerga yig'ilsa-mu, Alloh sana putayotgandan boshqa hech qanday foyda yetkazolmaydi. Agar barliq kishilar sana ziyon yetkazish uchun yig'ilsa-mu, Allah sana putayotgandan boshqa hech qanday ziyon yetkazolmaydi. Qalamlar ko'tarildi, batlar quridi. Ilgirki mujohidlar gunoh ma'siyatdan hazar aylaydi. Chunki ular gunoh ma'siyatning jangga yomon ta'sir ko'rsatishini, hatto mag'lubiyatga sabab bo'lishini yaxshi biladi. Hafiz Ibn Kasir o'zining kitobida mundaq deydi: Sultan Zohir Beybaris zamonida musulmonlardan biri otliq g'ozi bo'lib jang qiladi. Uning etining odati jang maydoniga ushqandek chepib, urush qaynimiga oldida bosib kirdigan yo'rg'a ot edi. Kunlarning birida u etini oldiga choptirsa-mu, biroq orqada qoldi. Etining dushmanga ilgirlashi uchun har qancha ursa-mu, yanala orqada qoldi. U buningdan ajablanib, sababi haqida o'ylanib, harom yo'ldan kelgan dirhamga etiga halab setib olganligi sababli bo'lganligini tunib ketdi. Ya'ni u etini harom halab bilan oziqlantirgan edi. Shuning uchun bu uning etiga ta'sir qilgan bo'lib, ot jihodga minishdan o'zini tortgan edi. Rivoyat qilinishicha, bir turkum musulmon askarlar kofirlarning bir qo'rg'onni muosirga olgan bo'lsa-mu, lekin fath qilish taslashgan. Shuning bilan ularning amiri: "Sizlarga g'albining kechikib ketishining cho'qim bir sababi bor. İçinlarda birer bid'at sodir bo'layotamdi yoki birer sunnat tarik etildimi qaranglar", dedi. Ondan ular qarab o'zlarining misvak sunnatiga sal qarg'anligini tunib ketdi. Bir sunnatning tarik etilganligining ta'siriga qaragan. Shundaqla haromga tushib qilish, Allohning cheklamalariga tajovuz qilish va yemak-ichmakda haromni iste'mol qilish qatorliq gunohlarni uningga qiyos qilgan. Shundilsan shaytonning nusratning tushishiga to'sqinlik qilgan, jangdan qochirgan va gunohga tushirib qo'yganligi hamda shu sababli mag'lubiyat yuzlanganligini bilalaysan. Ey mujohid, qalbingda Allohning shariatiga zid narsa paydo bo'lib, himmatingni ojizlashtirib yetishi hamda uning irodang va niyatingga g'olib kelishidan hazar ayla. Uning vasvasa zulmatiga ishonch va tavakkul chirig'ini yoqqan. Har qanday holatda o'limga keldigandek qadam olgan. Tog' cho'qqilari va egizliklarga qichish o'limdan to'sib qololmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: "Qayerda bo'lmanglar, ajal kelganda o'lim sizlarni topadi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdami?" Alloh o'limni taqdir qilgan kishi hargiz uningdan qochib qutulolmaydi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: "Ey Muhammad, aytqinki, agar sizlar uylaringlarda bo'lgan taqdirdami, oranglardagi o'ltirilishib etilgan kishilar cho'qim o'zlarining o'ladigan joylariga berishidi. Allohning qazosidan qochib qutulib bo'lmaydi." Alloh taolo yana mundaq deydi: "Kimki Allohning diniga yordam berdigan, albatta Alloh uningga yordam berdi. Alloh albatta kuchlikdir, g'olibdir."